Men tan oladigan bitta jamoa bor, ya'ni Mitti va Ayn jamoasi. Mitti meni o'zlari menga telefon qilib, sizga shunaqa taklifimiz bor. Kelib, sizda bitta videoda ishlab ko'ring deganlar. Lekin boshida o'zim olganman. Короче, men unaqa одноразовый qiz emasman, bittagina videolarga boradigan. Odamlarga tanitgan video aynan qamalgan kelin videosi. Borayotganimda, даже rolni o'ynayotganimda qanaqa ssenariyligini ham bilmayman. Tayyor bo'lgandan keyin ko'rganman. Qachon erga tegasiz? Yo, sizlarga nima aytsam? Давайте bu savol mavhumligicha qoldiramiz-da. Bo'ldi, endi erim boqsin, qachongacha ishlayman desam. Sport o'z xohishim bilan to'xtatmaganman. Qiziqqan narsamni hammasiga bitta kalla tashlab chiqaman. Tuhmat, menimcha, не только media olamidagi minus, o'zi umuman hayot tez davomidagi minus bo'lsa kerak. Shuncha odamlarning mehrini yaxshi taraflama negativsiz yig'arkansizda, bitta qanaqadir tirraq chiqib, sizni shuncha yillik to'plagan obro'yingizni bir tiyin qilib tashirkan. Hammaga salom. Ismim Mehriniso Ikromova. Instagramda bo'lsa Boni Ikromova nikosida faoliyat yuritaman, ya'ni blogerman. Bugun men no filter, lekin filter bo'ladi degan ko'rsatuvdaman.